Assalomu alaykum qadrdonlar, charchamoqsizlarmi? Xudo xolisi ishlarimizni davom ettiramiz. Kapinlarni yotqizib bo'ldik. Endi navbat qora plyonkaga keldi. Qora plyonkamizni kech ko'rsatuvdim, assadkalari bor edi. Hozir shularni yoyib oldik. Endi xudo xolisi mana katta yangi rulonga o'tdik. Buni o'zi 1.40 bo'ladi. Uzunligi ochilganda 280 bo'ladi. Endi bizning arig'imiz 90 bo'lganligi uchun bizga har biridan 93 cm dan kerak bo'ladi. Shuning uchun buni kesayotganingizda joyga ahamiyat berasizlar. Mana bu tomoni 2 qavatli bo'ladi. Ochiladigan tomoni, mana bu tomoni yopiq bo'ladi. Shuning uchun biz ruletkani yordamida buni o'lchab olamiz. Ya'ni mana bu tomonni olib 47 cm qilib mana shu joydan kesib olamiz. Mana shu joydan 47 qilib mana shu joyini kesib olamizda. Keyin bizda o'sha tayyor nima chiqadi? Plyonkamiz ariq ustini yopadigan. Hozir ko'rsataman. Mana shunday qilib arra bilan kesib olasizlar buni. Oson varianti o'sha. Bilmadim, men uchun oson. Agar bir o'ntanglarda yana yaxshiroq fikr bo'lsa, albatta izohlarni yozib qoldiringlar. Kesib olganimizdan keyin buni lezgiya yordamida kesib nima chiqamiz. Kel Muhammadjon. Ana nimasigacha borasan, kesib qo'yilgan joyigacha. Mana masjidgacha. Mana eng pasti bor, o'sha yergacha bo'ldi. Davay, tort. To'xtab tur. Davay, sekin ketdik. Mana shunday qilib ushlab tursanglar, lezgiyani bir pasta bo'ladi ishinglar. Bo'ldimi? Mana o'sha mo'ljallangan joyigacha bordi. Endi kesib olamiz buni. Tortib turgin. O'sha arig'imizni kerakli joyigacha, ya'ni shlankamiz boshlanadigan joydan kesib olamiz buni. Ushlab turib tarang qilib, hozir ikkinchisini ham shunaqa qilib kesib olamiz. Tayyor bo'ldi. Xudo xolisa yana ikkita xonamiz qoldi. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Alhamdulillah klonkalarimizni tortib bo'ldik. Endi xudo xolisi ularni kesib chiqamiz. Har 40 cm da bitta teshik qilib kesib chiqamiz. Keyin o'sha teshiklarimizga xudo xolisi ertaga asrdan keyin bodring urug'larini tashlab chiqamiz. Bodringimizni navi Rocky degan orzu tipidagi bodring. Birinchi marta ekishim bunaqa bodringni. Xudo xolisi tajriba bo'ladi degan niyatdaman. Bundan oldin faqat orzu, rekord, lazerga o'xshagan bodringlar ekardik.
Endi bunisini bir sinov tariqasida ekib ko'ramiz. Xudo xolisa bizdan kuzatishda davom eting. Har bir agrotexnik ishlarimizni bosqichma-bosqich qo'yib borishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.